Hi everyone, welcome to Higher Education Video Classroom, and today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 83, Going on Holiday. Okay, so let's start. Ансы бүгінгі дәрсімізді Going on Holiday деген дәрісі келмекші. Андақта авал мұшы дәрісіміздіге интайым ойын болған бір нәтче ноқтыла ба? Ол болсын бірінші жылап бір нәтче суаллар башлай бұл дәрістен. So, my first question, if you have a month time, where do you want to go? So, if you have a month time, where do you want to go? Agar sizlarni bir oy vaqting bo'lgan bo'lsa, nega bortgan so'rashlar. Okay, nega bag'inglar? Ham skallangiz birinchi, off the top of your head, okay, which city or which country? Anda skallangiz birinchi lab qaysi davlat yoki qaysi rayonni so'nglik keldi? Okay, andaqda bir necha muhim bo'lgan yerlarni ko'rib boqaylik. So let's have a look. Endi bu ekranda bo'lsinmi? Bir dunyoni sayohat qilib kelaylik, sog'lashlar. Qaranglar, bu ekan. Okay. Endi bu birinchisi qanday desanglar, ma'lum bir nim bilan berishgan, hamda bu bir dengiz bo'yi ekan, shunami? Dengiz bo'yi hamda mashinalar berib, dengiz bo'yida velosiped bilan haydab, vah, nim degan romantik a. Nim degan peyza, dengiz bo'yiga mashina bilan berib, qanday qilib, uninkidan miyatiga dolqin teylash, shunami? Uninkin dengiz bo'yida velosiped bilan haydab dim qilsa, wow, that was fantastic. Wow, what is this? Okay, the family, right? Okay, maybe they are having picnic, outside the city. Shunami? Ular shaharning sirtida qanday desanglar, balkim picnic yoki shu sayohat oila bo'yicha qanday qilib desanglar, sayohatga chiqibdi. Okay, what about them? Wow. Wow, the car was very amazing, right? Nim degan peyza do'stlar bilan mashinada sirtga chiqish. Okay. Car driving or riding, right? Okay, what about this? That's hiking. Do you know hiking? The hiking deganimiz shu sirtqa piyoda menib qilgan sayohat. O'zimiz yeydigan yemeklik, ichimlik bir narsalarni bilib, o'sha yaqin atrofdagi tog'larga va yoki ko'llarga yoki manzillik rayonlardan piyoda menib sayohat qilsanglar, buni bo'ldi desanglar, hiking. Wow, what about if you go to Dubai? You can see some fancy cars there. Okay. Ular Dubayga borsanglar, qanday desanglar, vahshiy Colts mashinalar, shunami? Shahar manzaralari. Okay, yanacha, wow. Agar men sayohat uyanib qolsam, nima desanglar, that would be amazing. Sure. You can sleep on it and you can drive on it, right? Okay, that's amazing. You can go anywhere you want. Okay, what about this? Okay, if you drive your own private car and you go anywhere you want. Okay, maybe you can go to Africa. Okay, yoki Afrikaga borsanglar, yoki masalan, Yavoy hayvonlar, bar ayliq borsanglar, nima degan peyza. Just go on holiday. Okay. Amsa Onu deguncha, masalan, diyorimizda masalan Shinjang shahridan anaga olsak bo'ldi desanglar, masalan, Narot Grassland. Wow, okay. Narot Grassland yoki Narotningki yaylaqlarga shnama. Wow, that's beautiful. Also Sayram Lake. Sayram Kule. Wow, that is gorgeous. Breathtaking scenery there, right? And also Kanas Lake. Okay, Kanas muni ma'rifsan, ular mo'jizalarga to'shqan bir ko'lg'i. Yoki Kanasga borsak bo'l, Kanas Lake. Oh, what about this? That's the heavenly lake. It's like heaven in the earth. Okay, hamda buni ma'rifsanlar. Bug'di ko'li. Bug'di ko'lni hamsini deymiz, tenchi deymiz, shunami? Bug'di ko'lni heavenly lake demakdir, jannat ko'li. Nihoyatda go'zal, nihoyatda aqdan berib bir ko'rib kelgan reklam qana, desak bo'ldi, heavenly lake. Heavenly lake. Okay, what about Maldives? Okay, Maldives. Okay, Maldives for this afternoon, anglagan bo'lsam mumkin, shunami? A lot of people want to, spend their honeymoon there. Okay, madam, she'rni aydab qo'yamiz-ku, honeymoon ni misharat kezgisi kelib, wow, gorgeous, amazing, wow.
Wow deymiz. Bir hak vaqanda. Anaytı güzel manzaralik shunaqa. Bunu deymiz Maldives. Okay, Maldives. Bu Maldives degan bir orol davlat. Ama şu Asiyadagi bir necha taqim orollardan tuzilgan bir davlatning ismi Maldives deymiz. Manzarasi haqiqatan güzel. Haqiqatan güzel. Çoğun bir berib kelgan reklamda Maldives. Okay, what about? And Hawaii. Do you know Hawaii? Okay, Amerika'nın Hawaii aralıq shunaqa. Wow, bu yerda nima narsalar? Wow. Bu mana dengiz bo'ylari. Dunyo bo'yicha tunji qatamamiz sayohatchilikka. Maxsus sayohat qilgan bir dengiz bo'yi rayoni. Masalan, beach deymiz-ku. Echutilgan rayoni shu. Yaxshi güzel. Okay, Hawaii. Okay, what else? Welcome to Dubai. Okay. Dubai kelganingizda qarshiligimiz xo'sh. Hamsa Dubayga berib qo'yamda? Okay. Wow. The tallest building in the world. Hamda o'sha dunyodagi eng egiz qanday desanlar, binolarni birisi. Yana-chi? Wow, 7-star hotel. 7 stars hotel. 7 yulduzli mehmonxona shunaqa. Okay, wow, a lot of tall buildings, you know, skyscrapers. Demak, osmonga taqash qilayotganlar desanlar, binolar. Okay, and also fancy cars, and also amazing, you know, they are a police car, but they are very, very gorgeous, amazing, awesome. Okay, what else? You know, beautiful, wow. Ma paraqt qarasanglar, nima degan hashamatga. Havo uchiq kunlari dengizga chiqib, okay, mevsi ichkat, aqsa qanday desanglar. Atap nozurlansa nima degan go'zal, Okay, amazing. Okay, what about this? This is also very amazing one. Okay. Okay. And that was dunyodagi nalarga vasa qo'llarizlar, damalish o'tkazish uchun, you know, where we can go to famous cities in the world. Famous cities in the world, such as New York, right? New York, famous Paris, London, right? Ondan da boshqa davlatlarga, masalan, Argentina, Misr deymiz, shunaqa. Yo'q, Braziliya, Argentina, Misr deymiz, ondan keyin Geneva deymiz, shunaqa. Ondan keyin Sydney, okay, Venice, shunaqa. Ondan keyin joylar, yana Yaponiyadagi nihoyatda go'zal, nihoyatda payz bo'lgan yerlarga qanday desanglar, basiq bo'ldi. Okay. So let's review. Amsa oldin darsga biroz mazmunlarni bir takrorlab o'taylik, sog'lashlar. Okay, number 1. He is upstairs. Okay, and u nada degan gap, ustun qavatda degan gap. Number 2, he's having a bath. Bu yerga have deganimiz nima desanglar? Munchoq tushmak. Demak, have masalan yemak, ichmak, chekmak, nurg'un ma'nolarga kelgan. Bu yerda he is having a bath deganimiz, u munchoq tushyotidi degan gap bo'ldi. Number 3, you know, I'm nearly ready. But ready deganimiz tayyor. Nearly degan asosan demak tayyorlanaylam deb qoldi. Bu 90-95% bitib bo'ldi degan gap. You know, have a cigarette. Okay, endi men yerga have ning ma'nosi shu chekmak. Nima qiling? Tamak cheking degan gap bo'ldi. Have a cigarette. Number 4, have a glass of whiskey then. Andaqda nima? Bir stakan whiskey iching. Endi men yerga have degan ichmak. You know, we went to a restaurant. Biz bir restoranga bordik. Tamakxonaga bordik. What's the matter? Oy, nim bo'ldi? Birga doktorxonaga kirganda, what is the matter? Oy, nim bo'ldi sizlarga? Deganga shuni ishlaydi. Xo'sh, hamsa, bugungi darsimizdagi yangi so'zlarga bir diqqat qilib boqaylik, savoldoshlar. Birinchi so'z nima desanglar? Mess. Okay, mess. Qalaymiqan, idishmoq degan gap. Pack. O'rimaq, yig'ishtirmoq degan gap. Suitcase, chamadan. Leave, ayrılmaq. Already, allaburun. Andaqda bu so'zlarni tafsilotga qarab boqaylik. Birinchisi mess. Okay, mess. Endi bu mess deganimiz nima desanglar? Qalaymiqanchilik, qalaymiqan degan gap bo'ldi. Endi bu ism shekli. Masalan, excuse the mess.
Bu qanday vaqt ishlatib olasanlar? Masalan, bir uyga kelganda, men uy bak qalayim qamab bo'lsa, voy bo'ldi bu qalayim qanchiliqni ko'nglingizga mang yoki buni aytib buyurmang deganda shilda excuse the mess. Excuse the mess. Another sentence says the room is in a mess. Bu uy bak qanday ketdi? Qalayim qanken. In a mess. Clear up the mess. Clear up the mess deganimizcha. Bu qalayim qanchaliqni qanday qilam? Tozlaytan. Clear up. degan gap bo'ldi. Okay, I do not want to enter that office because it's always so mess. Men o ishxonaga qanday qilgim yo'q, kirgim yo'q. I do not want to. I don't want to degan meni qilgim yo'q. Nimishqa? Because it's always so mess. O doim qanday desanlar, vahshi qalayim qan degan gap. It's vahshi qalayim qan. Okay, pack. Okay, pack. Pack deganimiz o'rimaq, qochilmoq degan gap birinchi ma'nosi. Masalan, pack one's package. Okay, pack one's package. Bu nima deydi? Sanlam package degandan da pusulkisi nima degan pack demak shuni o'rimaq, qochilmoq degan gap. Pack one's package. Pack one's package. And the pack one's suitcase bo'lsa, shu birisini chamdanaga nas kerakligini sanmoq, shuni qochilmoq bo'ladi. Pack one's package. Okay, masalan, please pack it for me. Mana buni o'rab biring. Masalan, kiyim-kechak sotib olganda nima deymiz? Please pack this clothes for me. Demak hamda bu kiyim-kechakni mana bir o'rab bersangiz, qochilab bersangiz degan gap bo'ldi. Pack deganimiz. Pack. Odatda shu o'ralma pusulka degan nima deymiz? Package deymiz-ku, package. Uni nega masalan biz tomoqqa bir qishib qolgan tomoqni odatda daboq qilib ketamiz-ku. Uni nima deymiz? Sanlar doggy bag. Masalan bu 50 yillar ilgari hamda Amerikada masalan mashxonlar kirgan ekan tomoq yeb, tomoq eketsanda bir xil ularni bir shuhrat qo'g'ilishib, voy buni men masalan mulozimga waiter or waitressga buni o'rab bersangiz, buni pack qilib bersangiz, men buni uydagi ishtimga beribdim. Shuning bilan bu shuningki hamda nimda batilgan desanlar, doggy bag. D O G G Y bag. Demak doggy bag degan shu tomoqni daboq qilmoq. Shunday emas, doggy bag. O'g'amni ikkinchisi nima desanlar, qistalmoq, qistonchilik degan gap. Masalan, the movie fans packed the hall. Hamda bu zalda bu kino mastonalari qana qistilib ketibdi, aytdi degan gap. Masalan, the bus is packed with people. Bu avtobus samanda kelib odamlarga liqqanda qildi, qistildi, to'shdi degan gap. The bus is packed with people. Packed with people. Okay, next one, leave. Okay, leave. Birga nima ayrilmoq, yo'lga chiqmoq degan gap. Leave. Okay, leave. Masalan, train is going to leave in 5 minutes. Bu poyezd 5 minutda qanday qiladi desanlar, yo'lga chiqadi. Demakchi, yoki ayrildi bu yerdan. Okay. Masalan, I'm leaving for Urumchi tomorrow. And I'm leaving for Urumchi tomorrow. And mashanday jinsingni mo'makalga sishpalaydigan vaqti bo'ldi. Men ata Urumchi qana qilma, yo'lga chiqaman. Masalan, John left his wallet in the cafe. Walletni o'narqa tushirib qo'yapti yoki qo'yib qo'yapti deganda mishada. Portmonni unutib qolibdi yoki shunami? Nada? In the cafe. Qahvaxonada. Demak hamda left deganimiz leave-ningki o'tgan zamon shakli. Hamda bu yerga qoldirib qo'ymoq bo'lsin demaysanlar, leave it to me, he said. Okay, leave it to me and leave me alone. Deb gap, meni yolg'iz qo'ying. Hey, leave me alone. I don't want to talk to you. Men gap qilgim yo'q. Meni yolg'iz qo'yib qo'ysangiz. Okay. Leave it to me. Hamda uni menga qoldirib qo'ysangiz degan gap. Don't leave your work till tomorrow. And then don't leave your work till tomorrow. Demakchi, bugungi ishni atib qo'ymang. Demak, ishingizni qanday qilib qo'ymang? Atiga qoldirib qo'ymang degan gap bo'lib chiqadi. Don't leave your work till tomorrow. Okay, next one is already. Okay, already deganimiz allaburun degan gap. Masalan, I have already had my breakfast. Men allaburun nashta qilib bo'ldim. Men I have already seen this film. Men bu kinoni allaburun ko'rib bo'ldim. Hamda bu ishki jumla shakli bo'yicha aytganda, odatda bu nima desanlar, hozir kutgan zaman, o'tmishdan kutib bo'lgan hamda hozirgi ta'sir va men tanishib bo'ldim degan gap, hozir qo'sqin to'q degan gap. Tushuninglar?
Andaqda men bu kinoni ko'rib bo'ldim. Buning hozir bo'lgan ta'sirini mersanlar, bu kinoning mazmuni tek kallamdi qandar esanlar, bor degan gap. Kallamdi bor degan gap. Masalan, have you already finished your housework? Demek uy ishlarini tugatib bo'ldingizmi? Uy ishlarini tugatib bo'lg'asqanda ya pokiz bo'ldi shu ishlarni aytdi. Qalaymi qilmay degan gapda hamda. Yana they have already done this work and bular bu ishni qilib bo'ldi. Yana she has already left. Okay, u Allah buron qanday ketib bo'ldi, demak hozir yo'q degan gap. Hozir bo'lgan ta'sir, hozir yo'q, ketdi. Masalan, their father has already taken him to school. Ularningki darsi, ularni maktabga olib ketdi. Has already taken to school. Okay. And the havning qaranglar. Masalan, bu havning ishiltisi masalan have breakfast, nashta qilmak have a cigarette, tamak chekmak have a bath, muncha tushmak have a glass of orange juice. Nima? Mashu. Bir stakan juice yoki apelsin sharbat qilmak, ichmak. And with somebody, bir odam bilan birga degan gap. Masalan, I go to work with Lucy every morning. Men har kuni Lucy bilan nima ish qilaman? Xizmatga boraman. Ishga boraman. I go to work with Lucy. So will you come with us too? Okay. Will you come with us too? Sizmi biz bilan birga boramsiz, kelamsiz degan gap. Let's do something. Let's go. Okay. Let's go. Let's hold a meeting. And let's again let us degan gap. O'zimizga qana qilaylik, ruxsat qilaylik degan gap. Demakki, bunda qilaylik, itaylik degan gap. Let's do something, bir ish qilaylik. Let's go, mangaylik. Let's hold a meeting. Shig'in achaylik degandek. Shig'in achaylik. Okay. Ondan keyin endi ma o so'zlarning oldi qo'shilg'ichi on. Buning inkor ma'nosi bor. Masalan, tidy bo'lsa untidy. Buni ma'nosi bilsanglar, redsiz qalayimqan degan gap. Messy, shunami? Tidy, untidy. Happy, unhappy. Xushal, xushal emas. Comfortable, uncomfortable. Comfortable bo'lsa rohat, uncomfortable berohat. Lucky, unlucky. Talaylik, betalay. Shunami? Sure, jazm qilmoq. Unsure, jazm qilmaslik degandek. Demak, endi sharga onning ma'nosi nima bo'ldi desanglar? Inkor ma'nosi. So, we're going to leave tomorrow. Nima qilmoqchi? Biz erta qanday qilmoqchi? Ayrilmoqchi yoki yo'lga chiqmoqchi. And we're leaving tomorrow. And bu shu hozirgi davomlashayotgan yoki hozirgi izchil zamonning bu endi kelgusini ifodalaydi. Demak, endi yaqin kelgusi yuz bermoqchi bo'lgan ishlarni ifodalaganda hamda shu be going to deganni ishlatamiz. Yoq be going, yoq be doing. Okay, we're leaving tomorrow. We're leaving tomorrow. Odatda shu ko'p ishlaydigan nimadan leave, go, come, arrive. Mushlar odatda nima desanglar? Kelgusini ifodaladi. Masalan, I'm coming. Men kelyapman. Demakchi men birozdan keyin boraman degan gap. Masalan, he's arriving tonight. O bugun kechda yetib kelmoqchi. Masalan, detailga chiqsanglar, we are arriving at Haidian Huangzhuang station. Biz ketib boramiz emas, biz bu yerga bormoqchi. Balkim net skotdan keyin yoki net skotdan keyin hamda biz bu yerga yetib bormoqchi. Demakki, moqchi, makchi degan ifodalaydi. Demakki, bu hozir izchil zamonmi kelgusini ifodalaydi. I'm coming. Men yetib bormoqchi. He's arriving tonight. U kechga kelmoqchi degandek. Okay, andaqda bugungi so'zligimiz mushaga bo'lsin savoldoshlar. Andaqda tekstga diqqat qilsanglar. Hello, Sam. Come in. Hi, Sam. We're having lunch. Do you want to have lunch with us? No, thank you, Tom. I've already had lunch. I had lunch at 12:30. Have a cup of coffee, then. I've just had a cup, thank you. I had one after my lunch. Let's go into the living room, Carol. We can have our coffee there. Excuse the mess, Sam. This room's very untidy. We're packing our suitcases. We're going to leave tomorrow.
Tom and I are going to have a holiday. Aren't you lucky? When are you going to have a holiday, Sam? I don't know. I've already had my holiday this year. Where did you go? I stayed at home. Okay, ladies and gentlemen, sample text. Amsa arkadaşlar. Qarab qo'yinglar. Biz tekstga keldik. Albatta bu tekstda nima deysanlar? Hello Sam, come in. Okay. Hello Sam, come in. Endi nima shariki? Hello Sam, come in. Nima? Come in degan kiring degan gap. Come in degan, men degan ish tushunaman. Endi come on deb bir gap bor. Okay, endi come on degan nimaga gap aytsanlar, bularning keliqqa. Voy bo'lsang-chi demakchi birisini bundan oldirib so'ylashmanisga yoki voy bunda qilsang-chi deb ifodlaydi. Hey, come on, let's go. Okay, mangayla degandek. Hi Sam, we are having lunch. Nima? Biz tushtomoq yeyapmiz. Do you want to have lunch with us? Okay, endi bu yerga with degan bilan birga degan gap. With us, biz bilan. Demek sizden biz bilen tamak yiyiniz bormi? No, thank you, Tom. I've already had lunch. Men allıburun tush tamak yap bo'lgan. Demek endi mushu yap bo'ldim degan gap endi hozirgi bo'lgan ta'siri mush zamonniki sog'lashlar. Nima deb ishballanyapti deysanglar, qo'stim to'q hozir. Hozir yemayman. Demek hozir bir natijani keltirib chiqaryapti mana shunda men uchun. Demek I've already had lunch. I had lunch at 12:30. Men 12:30 tamoq yegandim. Endi mana nima deysanglar, o'tmishdiki ma'lum bir vaqtda yuz bergan ish harakatlar. Hozir bilan munosabati yo'q. Have a cup of tea then. Andaqda demishman, bir stakan qahva iching. Qaranglar endi bu yerga have lunch, have a cup of tea, birisi yemak, ichmak, shunami? I have just had a cup, thank you. Men bir stakan ichgandim. Rahmat sizga. You know, I had one after my lunch. Men tushtamoqdan keyin bir stakan ichdim dedi. Okay. And let's go into living room. We can have our coffee there. Okay, andaqda. Mehmonxonamizga kiray. Let's go into the living room. We can have our coffee there. Endi biz nima? Bu yerda qahvarimizni ichsak bo'ladi. We can have our coffee there. And we had to have coffee deganimizmi? Ishmak nima? Excuse the mess, Sam. Okay. Excuse the mess degan o'sha qalaymi qanchaliqni ko'ngilingizganman. Bular bu bo'liq bir tuzit qilgandiki so'z ham o'shani excuse the mess, Sam. This room's very untidy. Bo'ybek qana qalaymi qan. We are packing our suitcases. Biz o'sha chamdallarimizni yig'ishtirayotgan to'q, chamdallarimizni kiyim-kechaklarni sayayotgan to'q. We're going to leave tomorrow. Biz at yo'lga chiqmoqchi. And then we'll be going to, shunami? And Tom and I are going to have a holiday. Tom bilan men bayram o'tkazmoqchi. Demak, endi be going to deganimiz yaqin kelgusi yuz bergan hamda oldin planlab bo'lgan ish harakatlarni albatta o'sha be going orqali ifodalaymiz. We're going to have a holiday. Aren't you lucky? Va nim degan ta'liylik. Endi mana ta inkor savol jumla. Albatta bu nimani bildirdi desanglar, inkor savol jumla bu bo'lishlikni bildirdi. Siz ta'liylik emasmi? Degan gap shu, nima degan ta'liyliksiz degan gap. Masalan deymiz-ku, "Appa men sening balang emasmi?" Demak, men sening balangdim-ku, nima bunday muomala qilmaysan degandan ma'ni bildirdi. Demak, are you lucky was siz ta'liylikmi? Hamda aren't you lucky degan nima degan ta'liylik. Okay, aren't you young? Voy nima degan yoshsiz degan gap bo'ldi. When are you going to have a holiday, Sam? Hamda siz qachon hamda bayram nimiz qilmoqchi edingiz? I don't know. I've already had my holiday this year. Voy men uqmayman. Men alliburun bu o'tkazib bo'ldim. Demak hamda hozir o'tkazmaydi degan gap shunami? Where did you go? I stayed at home. Men o'ylatdim. Where did you go? I just stayed at home. Okay. So listen and answer. What are Tom and Carol doing? Ular nima ish qilyapti bolalar? They are having lunch. Does Sam want to have lunch with them? No, he doesn't.
So what are Tom and Carol going to do? Tom and Carol nima ish qilmoqchi ekan. You know, they are going to have a holiday. Where did Sam go for this holiday? Nowhere. Just stayed at home. Okay, I'm the machine that went on. I'm the machine that went on the games hardashla. Which utmishke iniq bo'lmagan amaning iniq emas, iniq bo'lmagan ma'lum bir vaqt qanday qilgan desanglar 100 bergan. Okay. Demakchi iniq bo'lmagan vaqt 100 berib, toki shu hozirgacha qanday desanglar, shu ta'sir ko'rsatgan, balki hozirgacha davomlashgan, hamda hozirgi bir natijani paydo qilgan zamonni odatda biz nima deymiz desanglar, qanday qilsamiz, shunday deymiz. Masalan, bu shirkat o'rindilib turib, yana qanday qilish mumkin desanglar, yana davomlashi mumkin. Davomlashi mumkin. Hamda bu sharika o'tmishdagi aniq bo'lmagan vaqtda yuz bergan shirkat hamda hozirgi bo'lgan ta'siri chiqib, ma'lum bir shirkatni hozirgi bo'lgan nimaga keldi. Masalan, men qo'limni yuvib bo'ldim degan gap, bunda qo'lim hozir pokiz degan gap. Men tomoq yeb bo'ldim degan qo'stim to'q degan gap. Demak, hozirgi bo'lgan nimasi desanglar, ta'siri. Okay. Demak, hamda o'tmishda boshlanib, toki hozirgacha davomlashib kelgan bir zamon nima deymiz desanglar, hozir qatgan zamon deymiz. Bunun shakli avval ega, undan keyin have, has, and then feeldan keyin nima shakli desanglar, o'tgan zamon shakli. O'tgan zamon shakli. Odatda buningki egisini inkor shakli qanday bo'ldi desanglar, have ning keyiniga notni qilib bersak haven't. Haven't. Odatda shu savol so'raganda have, has ni qanday desanglar, oldiga o'tib bersak ham bo'ldi. Masalan, I have had breakfast. Men nasht qilib bo'ldim. Demak, hozir mening qo'sqim to'q degan gap. Okay. Hamda mushariki shunday banchang deymiz. Ning shu o'tgan bitgan shakli. Odatda shu done shakli deymiz-ku. Ko'pincha shu qoidalik fe'llarningki odatda id qatqanga barobar. Id qatqanga barobar. Demak, hamda oxiri i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, i elif deb deyotimiz. Masalan, like, liked, lived, lived, nima? Undan keyin oxiri y bilan oxirlashgan. Y bilan oxirlashgan. Undan keyin y ning oldiga harf qaraymiz. Agar y ning oldiga harf so'zuq tovush harf bo'lib qolsa, yuayintsimi bo'lib qolsa, qanday desanglar, bu y ni o'zgartmaylarmi diqqatimiz. Masalan, play, y ning oldida a bor. Bu degani nima? Yuayin, tushunami? Yuayintsimi. Bunun qanday desanglar, diqqat etamiz. Stay, stayed. Ammo studyga o'xshash y ning oldida uzuk tovush harf bo'lib qolsa, fuyinsmi bo'lib qolsa, buni y ni ayga o'zgartib diqqatimiz. Masalan, studied, cried degandek. Cried degandek. Okay, endi mana 4-chi xil ahvolda masalan, shu fe'llarningki eng oxirgi harfi demak, kuchli o'qiladigan, urg'i tushadigan demakchi, kuchliroq o'qiladigan yepiq bo'lgan bo'lsa, masalan, stop. Tushunami? Undan keyin buning oldirga qarasak, oldida faqat bir tanlamimda nim bo'lsa desanglar, yuayin bo'lsa demakchi, shu taq bo'g'imlik asosan shu bo'g'imdagi bir tal so'zuq tovush bo'lgan so'zni arada bir bo'g'im deymiz. Ikki tal bo'lsa, ikki bo'g'imlik deymiz-ku. Hamda shu taq bo'g'imlik hamda shuning o'rni hamda so'zuq tovushniki keyinda sanalgan ikkinchi bo'lsa hamda eng oxirgi tovush qanday desanglar, yepiq kuchli bo'lgan bo'g'im bo'lsa, buning oxiri bir qoidali deb endi aytamiz. Masalan, stop, stopped, drop, dropped. Onun keyin endi mana fe'llarningki o'tgan bitgan shakli. Masalan, buy setib olmoq, bought, bought, setib olmoq, setib oldi, setib olgan. Get, got, got, erishmak, erishdi, erishgan. Hear, heard, heard. Anglamak, anglari, anglagan. Lose, lost, lost. Juttamak, juttari, juttagan. Meet, met, met. Ko'rishmak, ko'rishdi, ko'rishgan. Sweep, swap, swap. Supamak, supadi, supagan. Find, found, found. Tapmak, tapdi, tapgan. Have, had, had. Bar, bo'lganti, bo'lgan. Leave, laugh, laugh. Ayrılmak, yo'lga chiqmak, ayrıldi, yo'lga chiqdi, yo'lga chiqqan. Tushunami? Make, made, made. Yasamak, yasiri, yasagan. Send, sent, sent. Yo'llamak, yo'llari, yo'llagan. Tell, told, told. Demak, dappamak, dappadi, dappagan. Hamda mushlar asosida ko'p uchraydi. Endi bu qoida bilaniki voy bu nimda chiqqanda desanglar, bu yodlab o'rganamiz. Yodlab olsanglar bo'ldi, shajiqqa qalliqa turish ketmaydi. Masalan, ba'zi asl shakli, o'tgan zamon shakli,
Onun diken endi o'tgan bitgan sheklim o'xshash fe'li bor. Masalan, cut, read, read, shut. Lekin men readingga o'tgan zaman shekli, o'tgan bitgan shekli o'qilish o'xshamaydi. Read, read. Okay. Kesmek, kesti, kesken, okumak, okudu, okugan, yapmak, yaptı, yapkan, come, come. Swim, swam. Kemmek, keldi, kegen, üzmek, üzdü, üzgen, sözmek. Şunu ama eat, ate, eaten. Okay. Yani birisini meğersanla eaten. Bir şeyde yemek. See, saw, seen. Okay. Kömek, ködi, kögen. Onun degençe put. Koymak, koydu, koygan. Set. Bu set degen hem de tanışmak, ya ki ottamak mesela. Koyuşun otursa, ottamak, ottarı, ottagan. Do, did, done. Kımmak, kıldı, kıgan. Give, gave, given. Bamek, badi, bagen. Take, took, taken. Demek bir appamak, appari, appagan. Go, went, gone. Bamak, body, bagan. Speak, spoke, spoken. Speak, spoken. Degandek. Qaralam I have had watermelon. So have some watermelon, please. I have already had, or I have already eaten some watermelons. Yep, bogan. So have some orange, please. This name is, yep, bogan. Thanks, I have already had or eaten some orange. So I have had my lunch. Okay. I have not had my lunch. And buna inkar şekli have ne kayını not'ını qasaqlan buludu. Sual şekli have you had your lunch? Siz tushtamak yediniz mi? Ama yes I have. No I haven't. What have you done? What have you had? Okay, hamda siz nima ish qildingiz degan gap bo'ldi hamda shu. Ya nima ish yedingiz, nima ichdingiz degandek. I have finished my homework. Okay, men topshiriqimni qanday qildim? Tamomlab qoldim. I have not finished my homework. Inkar shekli shunami? Have you finished your homework? Savol shekli. Yes I have and no I haven't. Yes I have, no I haven't. Demek inkar shekli have hasning keyingi not. Savol shekli have hasni oldiga chiqib ketsa keyin savol bo'ladi. And what have you finished? Okay, endi buni alaydi savol shekli. What have you finished? Endi shu whatni almashtirib berdik qo'y endi. Mesela I have had a cup of coffee. Men bir stakan kahve içtim. So I have not had a cup of coffee. Men kahve içmedim. Have you had a cup of coffee? Bir stakan kahve içtiniz mi? Yes I have. No I haven't. No I haven't. What have you had? Nima qilamiz? Endi mishariki amballa just, yet, since, for, ever, never, already, before, and so far. Mush ravishlar, mush ulanmalar, hammasini nima desanlar, mushni bilan munosabatlik. Masalan, have you ever been to Beijing? Beijing bir paqqanmi? I have already finished my homework. Ondan keyin nima? I have finished my work. Ondan keyin have you finished your work? And the savol shekliga nima keyiniga yet. Siz textcha qanaqa bo'ldingizmi? Xizmatingizni tamomlab bo'ldingizmi? She has taught English 10 years. Hem demişler ki for 10 years. Demek hem de bir period of time. Demek ki ma'lum bir dair vaqtni bildirmişler. Demek ki 10 yılca. O İngilizce ötkeni 10 yılca oldu. So he has worked in a factory 2 years ago. Hem demişler 2 yıldan bu yan oldu demişler ki since. Bu yakılığını nima? Since. Hoşçakalın meşgul bakaylı. Sağ olasın karanlar. You've never seen such a wonderful film before. Okay. And the haven't you mu, have you mu, do you mu, don't you mu? So that's the you have. And the all the bullish kosa kene kanaolte in karbultuko. Na biani marsangla. Haven't you? Shnama, haven't you? And gone to Shanghai. They make and has gone to Shanghai, right? Okay, number 3. I have watched the game when you ate. Okay, I'm the man qarasanglar. Men
qanday desanglar, bir musobaqa ko'rdim. Endi siz qachon ko'rdingiz? Endi men aniq vaqtni, arada shunda men aniq vaqtni bildirmaydi. Endi aniq vaqtni bildirib qolsam o'tgan zaman emas kelgan emas. When did you watch it? When did you watch it? Okay, that's all for today, and see you next time. Goodbye.